Rahmat qishloqqa mana bu ketmon uchun. Mayli, sog' bo'l. Xo'p, barcha kanalga obunachilar, mana ismim Kapot va mana video roligimga yaxshi kelibsizlar obunachilar. Ko'rishingiz mumkin, nima desam bo'ladi, mana bu olmosli juda ham ajoyib. Ya'ni o'roq deyiladi. Endi obunachilar bilasizlar, men ketmon deyman. Короче, mana shu ketmonni oldim obunachilar va ketmonchani oldiydi ana endi. Asta-sekinlik bilan o'zimizni uyimizga gitsin. Kapot, uydamsan? Voy, Kapot, eshikni och. Tushunmadim. Qishloq, men bu yerdaman. Ha, Kapot, bu yerdamsan? Men seni uydamsan o'ylagandim. Siz Kapot, menga juda ham katta yordaming kerak. Nima, qanaqa yana? Короче, qara. Sen sirli joylarni topish, sirli joylarga kirish bo'yicha zo'r adovi ekspertsan. Sen shu meni uyimda ichida shu bitta shunaqa joy bor-da, bilsang agar. Shu uyimda narsalar yo'qolayotganda shu bitta joyni topib oldim. Rostdanmi? Ha. Mayli. Bilasan, playlistni ham qo'ygansan-ku shu tayinli shu bilsa bo'lib sirli kirish yo'llari va deganlarini. Ha, mayli, to'xtab turdi qishloqqa. Xo'sh, obunachilar, qaranglar, menga qishloqqa aytyaptiki, sirli kirish yo'li, ya'ni sirli yo'llar, sirli joylar deydilar-yu. Shunaqa yerlarni, ya'ni shunaqa joylarga ekspertsan deyapti, uyimga kel deyapti. Qani uyga boraylik-chi. Xo'sh, qishloqqa nima bo'ldi ekan? Qara, qisqacha men uyda o'tirgan paytda shu narsalarim yo'qolishni boshladi shu yaqin orada. Keyin qarasam, atroflarni tekshirdim. Xo'sh, keyincha qayerlarda ekan, bu sandiqlar ostidami? Yo'q, sandiq ostida emas. Men shuncha paytgacha men uni oldida uxlab kelayotgan ekanman, tushunyapsanmi? Bilmadim qanday qilib tushib ketmaganman, bilmadim, lekin buni qara. Вообще juda ham hayron qoldim mana shu yerda topganimdan keyin. Kapot, ishonsang ishonmasang, shu sababdan kirishga qo'rqdim. To'xta, demak uxlagan bo'lsang, demak mana bu kravatingni ostida nimadir bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Qishloqqa qara, mana bu yerda sirli eshik bor ekan. Ha, kodi bilan turibdi, ko'ryapsanmi? Ha, kodli ekan, ko'rdim. Xo'sh, bu eshikni qanday qilib ochamiz? Mumkin, mayli, uni ichiga qanday qilib kiramiz? Och bo'lganimizdan keyin ichkariga kirish bilmadim, u juda ham qo'rqinchli bo'lsa kerak, Kapot. Bilmadim. Mayli, birorta richak-pichak yo'qmi? Parolni ham bilmaysanmi? Yo'q-da, parolni bilmayman-da. Richak bor, lekin richak bor. Richak bormi? Qani, qayerda ekan richak? Hozir topib senga beraman richakni. Xo'p, mayli. Xo'sh, buni ostida qanaqadir suv bor ekan va qanaqadir kod bor ekan. Bilmadim bu kodni nimaligini topa olmayapman. Xo'sh, qishloqqa richak topdingmi? Tezroq ber, richak. To'xtab turdi, o'zim olib kelaman undan ko'ra. Toza borib bitta richakdan qilib bera olmaydi. To'xtaylar, birinchi o'rinda richakni olib, mana bu nima desam bo'ladi, mana bu kirka bilan buzib ko'raylik-da. To'xta, richak olib kelma. Nima? To'xtab tur, hozir men buzib ko'raman, keyin richak berasan bo'ladimi? Nima qilasan? Mana hozir richak beraman. Mayli. Xo'p, bo'lmasa qani, ochil, davay. Ochilishi juda ham qiyin-ku buni. Ochilishi juda qiyin ekan. Ochildi. Qishloqqa ochildi, buni qara. Ha, ko'rib turibman, Kapot. Tushasanmi sen birinchi, ha? Nima deysan? Ichkariga kirib ko'rsam? Yo'q, sen birinchi tush. Nima uchun men tushishim kerak? Mayli, bo'lsa birgalikda tushamiz. Bo'ladimi? Ha, Kapot, bilasan-ku, endi mana qo'rqib turibman, birgalikda tushamiz. Xo'p, mayli, 1, 2, 3 qani o'tib ketdi. Qishloqqa. Ha, bu qara, Kapot. Bu yer juda ham sas yotibdi. Borib, bu yer yana nima bo'ldi ekan, ha? Qanaqadir kanalizatsiyaga o'xshayapti bu yer. Ha, juda ham sas yotibdi bo'lmasa. Kapot bo'lmasa, davay kirib tekshirib ko'rasanmi o'sha yerda, ha? Bilasan-ku, tekshirmasang bo'lmaydi. Nimaga men tekshirishim kerak? Davay, sen boraver, men o'zim seni ortingdan boraman. Agarda yo'q, bormayman, mana shu yerda kutib turaman. Agarda sen kelavermasang, men politsiyalarga telefon qilaman. Mayli. Bo'lmasa bu juda ham ajoyib, juda ham zo'r variant deb o'ylayman. Mayli, bo'lmasa politsiyalarga telefon qilasan agarda men kelavermasam, bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Davay, bo'lmasa ko'p gapirmasdan, davay. Asta-sekinlik bilan boraver. Xo'p, mayli, Kapot, senga ishondim, lekin agarda men chiqmasam, qara, 10 minutgacha chiqmasam, qara, telefon qilasan. Xo'p, mayli. Ketib qoldi obunachilar, ko'rishingiz mumkin obunachilar. Nima desam bo'ladi? Qishloqqa ketdi. Mayli, bo'lmasa qishloqni kutaveraylik-chi. Qayerga kirib ketganini ko'rmadimmi? Mayli. Mayli, bo'lmasa kutamiz obunachilar. Xo'sh, obunachilar, juda ham ko'p emas, 10 minutcha o'tdi, hali ham kelgani yo'q, bilmadim nima uchun kelmayapti. Mayli, bo'lmasa yana kutaveraychi, nima bir gap bo'lar bo'lmasa obunachilar yoki kelarmikan. Kelib qolsa kerak, hozir politsiyachi. Xo'sh, obunachilar, 25 minutdan beri men kutib o'tiribman, umuman kelgani yo'q. Politsiyachilar ovora qilmaydigan maqsaddan o'qigandim. Telefonimni ham olib kelmaganman. Qanday qilib chiqaman endi? Chiqib ham bo'lmayapti obunachilar, qaranglar. Bitta lo'sh qoldi, mana shu yerga kirish qoldi obunachilar. Shu yerga kirmaydigandim, mayli bitta kirib ko'raylik-chi. Bu yerda nima bor ekan?
Mayli, asta-sekinlik bilan qani borib ko'raylikchi bu yerlarda nimalar bor ekan. Judayam qo'rqinchli obunachilar, judayam qo'rqinchli. Xo'sh. Bu yerlarda, xo'p bu yerda qanaqadir eshik bor ekan. Bu yer menimcha oddiygina oshxona bo'lsa kerak. Ha, obunachilar. Mana qaranglar olmalarini. Yaxshi olmalar yaqinda terilgan shekilli. Mayli, nima bo'lganda ham obunachilar, bu yer oddiygina oshxona ekan. Bu yerlarda birorta shubhali yoki xavfli narsa ko'rganim yo'q. Mayli, tushunmadim, nimadir eshitdim. Qishloqning ovozini eshitdimmi, tushunmadim. Bilmadim. Mayli, bo'lmasa ana yerdagi eshikka borib ko'rsam ekan, lekin mana bu to'g'rida nima bor ekan, Mayli, bo'lmasa bir qarab ko'raydi to'g'riga. To'g'rida pastlik qanaqadir yama, yo, bu yoqqa umuman tushmayman. Xo'sh, mayli, bo'lmasa mana bu yerga chiqib ko'ramiz dedi. Opa. Yaxshi, richag yaxshigina tortilar ekan. Asta-sekinlik bilan qani boramiz. Davay. Kim bor bu yoqda? Bu yerda eshitma yo'q, va bu yerda bor. Tushunmadimmi? Qo'rqib ketibman. Bu yana nima bo'ldi? Ha? Kapot. Voy, sen qo'rqitib yubording. Kapot uzr, ko'p chiqolmay qoldim. Bittasini topib oldim. Masalan, ko'rasanmi o'sha bitta odamni? Nima bitta odam, nimalar deyapsan? Odam topib olgan bu yoqdan. Ha, qo'rqmayman, tirik-ku. Xo'p, mayli, qayerda ekan u? Mana to'g'ridagi eshikka kirib ko'rmadingku hali. O'sha yerda bitta odam o'tiribdi. Bilsang bor, u odam bor nima deyotganini o'zidan eshitsang, mana shu kulasan-da. Mayli, lekin borib vobshe qo'rqitib yubording meni, bir yo'talib kelsang bo'lmaydimi? Mayli, bo'ldi. Boya o'zim eshitdi shekilli. Eshitganing bo'ldim menimcha. Mayli, bo'lmasa davay bor. Xo'sh, menimcha mana bu eshikda bo'lsa kerak, Ha, mana shu yerda o'tiribdi. Eshikni ochaver, qo'rqma, hech nima yo'q, oddiygina narsa. Rostdanmi desam, voy. Otaxon, yaxshimisiz? Apokalips tugadimi? Apokalips tugadimi deyapti, eshitdingmi? Ha, eshitdim. Tushunmadim, otaxon, yana qanaqa apokalipsis, Bu yer tinch. Mani aldolmaysan. Apokalips tugadimi deyapman. Apokalips. Bu otaxon mo'jiza bo'lib qolganmi yo judayam eski bir yillardagi apokalips aytyapti shekilli, virusni. Ha, bilib turibman lekin. Hey, sizlar nima haqida gaplashyapsizlar? Apokalips tugadimi deyapman. Otaxon apokalips tugaganligi. Kapot bu boru, bu gapimga ishonmayapti. Apokalips tugagan desa bu ishonmayapti, tushunyapsanmi? Xo'sh. Nimaga yana gaplashyapsizlar? Apokalips tugadimi deyapman, Janob, apokalips tugagan. Bu o'zi bu kanalizatsiyadan yuqorida o'zi hamma tinch yashab yuribdi lekin. Aldolmaysan. Sana birorta monstr bo'lsa kerak-da, virusga chalingan birorta odam bo'lsang kerak-da, to'g'rimi? Nima deysan? Yoki adashyapmanmikan? Men hech qachon adashmayman lekin. Otaxon, bu yerda o'tirgandan ko'ra boru, tashqariga chiqing, maza qilib dam oling o'zi. Mun qarang, apokalipsga tayyorlanibsiz, haqiqatan qanchadan beri bu yoqda yashayapsiz? Bilmadim, bir 50 yilcha bo'lib qoldi shekilli. Bilasan, meni yoshim 90 ga qarab ketyapti. Otaxon, tushunmadim. Siz 40 yoshingizdan beri mana shu yerda yashirinib kelyapsiz, to'g'rimi? Mana shu yerda. Ha, apokalipsga turolmay ham qolganman o'zi shu sababdan. Endi shu tunnellarni bir nima desam bo'ladi, bir 10 yilcha oldin kavlagandim. Otaxonni qara, bir 80 yoshda to'lalik qaqasiga. Endi bilasan, kachoq bo'lganman o'sha payt. Meni ismim Qobil. Xo'p, mayli otaxon, chiqasizmi, chiqmaysizmi yoki, Sizlar bor dushmansizlar. Bu o'ylayaptiki, bizdan dushman deb o'ylayapti. Agarda biz dushman bo'lganimizda bu otaxonni qachonlab o'sha ana qo'rgan bo'lardik. Bilib o'tiribman. Mayli, bu otaxon o'ylayversin. Bo'lmasa otaxonni rozi bo'lmasa, mayli biz ketdik. Mayli, davay ketinglar. Menga zarar yetkazmanglar, bilasizlar, meni orujalarim bor. Otaxon, orujangizga yetguncha, mayli, nima bo'lganda ham otaxon o'zingizga omad. Men ketdim, короче, davay sog' salomat bo'ling. Tashqariga chiqmaysizmi? Yo'q, tashqariga chiqmayman. Nima qilaman tashqariga chiqib? Mayli, qishloqqa bo'libdi bo'lmasa. Xo'sh, qishloqqa bu otaxon nima uchun chiqmadi bilmadim-ku, lekin nima bo'lganda ham bo'ldi, bu eshikni endi hozir to'g'rilash kerak. Mayli, kapot hozirmasangi mana nima desa bo'ladi. Kerakli instrumentlar beraman, o'sha to'g'rilab bersang juda ham zo'r bo'lardi. Okey, mayli, bo'lmasa qani berchi, qayerda ekan? Mana kapot olishim mumkin. To'g'rilab bersang juda ham xursand bo'lardim, bilasan-a? To'g'rilab beraman, bo'ldi. Mana to'g'rilab qo'ydim, ajoyib. Endi mana bu kravatini olib, mana bu qo'yaman. Opa, ajoyib. Ana chotki bo'ldi. Mana juda ham ajoyib, hech nima ko'rmagandek bo'lib ketdi. Lekin juda ham hayron qoldim, bor otaxon nima uchun chiqmadi? Endi juda ham g'alati ish bo'ldi-da. Otaxon hali ham apokalips bo'lyapti, bo'ylayapti shekilli. Mayli, qishloq, davay, omad senga. Mayli, katta rahmat lekin. Mayli, arzimaydi, sog' salomat bo'l. Davay, bo'pti. Xo'sh, mayli. Xo'sh, obunachilar, men ko'rib turganinglardek, bu otaxon apokalips bo'lyapti ekan deb
nima desam bo'ladi, odamni o'zi qo'rqib yuribdi. Ya'ni biz qo'rqqanimiz yo'q, chunki biz bilamiz bu yoqda barcha narsa tinch va osoyishta bo'lib ketmoqda. Bilmadim, obunachilar bu otaxonga nima bo'lgan, ismini nima dedi? Qobil dedimi? Ha, Qobil bo'lsa Qobil. Okey, bu otaxonga, lekin mayli, bu otaxonga qachondir tushunib yetsa kerak, kech bo'lmasidan 90 ga qarab ketayotgan ekan bu otaxon. Nima ham derdim, obunachilar bu otaxonga bir agarda sizlar fikringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Aytgancha obuna bo'lib qo'yishingiz eldan chiqmasin. Bo'lmasa o'zimni ishlarimni qilishim kerak, bilasizlar, qolib ketyapti. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Kelasi videorolikka ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. O'zinglarni asranglar obunachilar.